Shoshilinch xabar. Qashqadaryoda kutilmagan voqea ro'y berdi. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, kanalimizda yangi bo'lsangiz obuna bo'lishni unutmang. Qashqadaryo viloyati Ichki ishlar boshqarmasi matbuot xizmati rasmiy xabar berdi. 7-noyabr kuni taxminan soat 17:20 da Qashqadaryo viloyati G'uzor tumani hududidan o'tuvchi M39 Toshkent-Termiz avtomobil yo'lining 1257-kilometrda ikkita avtomobil ishtirokida to'qnashuv hodisasi sodir bo'ldi. Nexia 2 va Cobalt avtomobillari to'qnashuvida har ikki transport vositalari jiddiy texnik zarar ko'rgan. Hodisa oqibatida avtomobillardan birining yo'lovchilari tan jarohatlari olib shifoxonada hayotdan ko'z yumgan. Yana 2 nafar fuqaro shifoxonaga yotqizilgan. Mazkur holat yuzasidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining transport vositalaridan foydalanish yoki xavfsizlik qoidalarini buzish moddalari bilan jinoiy ish qo'zg'atilgan. Hozirda hodisa tafsilotlarini aniqlash uchun tergov harakatlari olib borilayotgani ma'lum qilindi. Yo'l qoidasi umr foydasi. O'zingiz va oilangizni asrang.